Payg'ambarimizning odati bomdoddan keyin gaplashib so'rardi. Kim qanday tush ko'rdi deb so'rardi. Agar biror sahoba tushini aytib bersa, ta'vil qilib berardi. Agar tush ko'rmagan bo'lsa, o'zi aytib berardi. Tushida ikkita farishta keldi-da, payg'ambarlarning tushi vahiy sanaladi. Ibrohim alayhisalom aytgan: "Ey o'g'lim, shunda men sizni so'yyapman ekan, nima deysiz?" dedi. "Ey otajon, nimaga buyurilgan bo'lsangiz qiling" dedi. Payg'ambarlarning tushi vahiy sanaladi. Tush ko'rdim, ikkita farishta kelib meni olib ketdi dedi va mavzumizga tegishlisi ikkita azoblayotgan kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib berdi. Bir kishi qabrda yotibdi, ustidan yana bittasi turibdi-da, qo'lida harsang tosh bilan boshiga toshni urdi, boshi maydalanib ketdi, tosh yumalab ketdi. Toshni olib kelguncha boshi yana o'rniga keldi. Nima sababdan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan edi. Ikkala farishta intolik yuring, yuring deb Rasululloh topib ketishadi. Ozginadan keyin yana bir kishi yotgan bo'ladi. Og'zini o'ng tomoniga yuganmi bir temir bilan yirtib tashlaydi quloqigacha. Ikkinchi tomoniga yirtguncha bu tomoni bitib qoladi. Qiyomatgacha davom etadi ikkalasi ham. Nima sababdan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan edi. Hadisning oxirida og'zi yirtilgan kishi chaqimchilik qilib yurganligi uchun qabrda azoblanyapti va birinchisi namozlarga uflab qolgani uchun boshiga urilyapti. Shu hadis davomida yodlagan Qur'onini unutib olgani uchun degan. Ikkita narsa sababdan qabrda azoblayapti ekan.